Dada, bu so'z yillar davomida menga tayanch bo'lganini endi tushunayapman. Yosh edim. Sizning biz uchun qilayotgan mehnatlaringizni yaxshi anglamagan ekanman. O'zingizga ham yordam kerak bo'lgan vaqtda oilamiz uchun tinim bilmaganingizni qadriga yetmabman. Ba'zan ojiz qolsangiz-da kuchli ko'rinishga harakat qilganingizni sezmabman. O'rinli dakki berganingizda xafa bo'lgan yillarimga achinaman. Vaqt ortga qaytganda siz bilan ko'proq vaqt o'tkazgan va ulg'ayishga oshiqmagan bo'lardim. Dada, men ulg'aydim. Ba'zan yiqildim, ba'zan kuchli bo'lishga urindim. Hayotimda sinovli kunlarim ko'p bo'ldi.